Salom do'stlar, sizlar bilan Taras Omonov va yangi videoroligimizga xush kelibsiz. Ko'pchilikni qiynayotgan yana bir savol: qizil kartali o'yinchilardan nega sotib bo'lmaydi va kuchaytirib bo'lmaydi? Keling bu sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek ko'rsa qizil kartali playerlar. Bularning barchasi jahon chempionatida qatnashayotgan davlatlarning o'yinchilari. Bu yerda hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham bor. Group stage o'zining o'ng tomonidagi o'yinchilar jahon chempionatida qatnashayotgan davlatlardagi chiqib ketgan davlatlar. Chap tomondagi esa keyingi bosqichga ko'tarilgan davlatlar. Keyingi bosqichga ko'tarilgan davlatlardagi o'yinchilarning leveli borgan sari bosqichdan o'tgan sari ko'tariladi va oxirgisi jahon chempionatini yutgan davlatning o'yinchisi 96 full max holatga keladi. Keyingi ko'radigan narsamiz bu qora kartali playerlar. Turganingizdek bu yerda barcha eng qadimgi va eng kuchli o'yinchilar bor. Ularni olish uchun sizga kerak bo'ladigan narsa bu legendarniy agent va olmos. Sizga qora kartali playerlarning tushish ehtimoli 6,5% ga to'g'ri keladi. Har bir ochganingizdan so'ng uning ehtimoli kattalashaveradi. Agar sizda tanga ham agent ham yo'q bo'lsa, Taras Ismoilov orqali akkauntingizga donat qilib olmos bilan ochishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek mening akkauntimda ham qizil kartali o'yinchilar bor. Bu yerda avstraliyalik Wood 82 holida qolib ketdi va endi bu kuchaymaydi, sotib ham bo'lmaydi. Akanji, Nitika va boshqa o'yinchilar kuchayishda davom etyapti. 84 holatiga kelgan bu o'yinchilar. Ko'rib turganingizdek akkauntimizda Ronaldoning 88 dek kuchaygan holati bor. Kommentariyada kim birinchi bo'lib Ronaldoning full max bo'lganida nechta 100 holatga kelganini to'g'ri topgan insonga 60 levellik akkauntimizni sovg'a qilamiz. Va yana bir maslahatimiz, oldingi videoda aytib o'tganimizdek, mana bunday ekranlarga qo'shiling. Har bir 25 ming yangi klan boshlanganda 25 ming ta klan yig'asiz va keyingi bonuslarni ekranning oxirida sizga asosiy qilib beradi. YouTube kanalimizda obunachisi 100 ta bo'lgandan keyin Telegram kanalimizda katta konkurs e'lon qilamiz.